O'quvchilarni bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirish, atrof muhitga bo'lgan munosabatni yaxshilash hamda madaniy va ma'naviy dam olishlar uchun ekskursiyalar uyushtirib kelinadi. O'sh oblast bolalar badiiy markazining ingliz tili to'garagida tahsil olayotgan o'g'il-qizlar bugun Sulaymontog' milliy tarixiy arxeologik muzey majmuasiga tashrif buyurishdi. Shu elimizning tarixi joyida yaxshilab tanishamiz. Tashqaridagi sog' havo muzey xonaqosiga ham o'z ta'sirini ko'rsatgani uchun bu yerda ham xona harorati ko'ngilni yashnatar darajada emas ekan. Lekin bu bolalar kayfiyatini o'zgartirgani yo'q. Bu yerda alarda qilgan emgiktari. Bu o'rs o'qmishlardan keyin Tushlik Qirg'izistondan jaratılishni izlab boshlagan. Shunday qilib muzey ichiga, ya'ni boshqa bir olamga sayohat boshlandi. Dastlab Janubiy Qirg'iziston tarixiga bog'liq eksponatlar tanishtirilgach, o'quvchilar tabiat bo'limiga o'tishdi. Bu yerda oynavand peshtoqlardan joy olgan diyorimizning o'rmon va yovvoyi tabiati bilan e'zozli bo'lgan Aygultosh va Qorasho'ro qo'riqxonasi ekskursovod tomonidan tanishtirildi. Muzeyni tomosha qilib zavqlangan 6 va 9 sinf o'quvchilari Iriskelda Amanqulov va Dinara Nasiyevalar taassurotlarini quyidagicha ifoda etishdi. Bu muzey menga abdan yoqdi. Bu yerda ko'ptagan narsalar bor ekan, qurollar. Jana menga bu muzey abdan yoqdi. O'zim do'stlarimga da sunishtayman. Men bu yerda ko'rib o'tgandan keyin dilbayan жазам. Men bardıq ko'rgan narsalarimni al yerga жазам. Qirg'iz yerining tarixi yozilgan, qirg'iz qizlarining qo'llarining cheberdegini, qirg'izlarning o'shol jasagan ishlarini, jasagan emgaklerini taң alып atабыз. Bu muzeyden qirg'iz elining tarixini bildim. O'zim bilbegen murdagi ma'lumotlarni o'shol qirg'iz yerine O'sh shahrining o'zining tarixini kenenroq bila oldim. Bolalar birgina bu muzeyga bo'lgan ekskursiya bilan cheklanib qolishmaydi. Rejamizda boshqa joylar bilan tanishish istagimiz ham yo'q emas, deydi Oblast bolalar badiiy markazining milliy tarbiya va jahon madaniyati bo'limi boshlig'i Batma Isaqova. Bizden ушул областтык балдардын чыгармачылык борборундагы 20 окуучуларын улуттук маданият негизинде тарбиялоо болгондуктан биздин улутубуздун, элибиздин баштан өткөн тарыхын балдарга жакшы үйрөтүү, ошол улуттук маданияттын негизинде тарбиялоо максатында музейлерге алып келдик. Бир күн бул музейде болсо, эртең көркөм сүрөт музейине барышат. Nega endi aynan ingliz tili to'garagi a'zolarini ekskursiyaga jalb etilishiga nima sabab degan savolga javob quyidagicha. Иримиздин аты келгиле англисче сүйлөшөлү деген ат менен аталат. Бирок биз ошол өзүбүздүн негизги кыргыздын нукура маданиятын, нукура жашоо тиричилигин, тарыхын бардыгын ушул өзүбүздүн негизги каада салттарыбызды билбей туруп, биз башка элдин маданиятын, тилин жана ошонун каада салттарын жакшылап үйрөнө албайбыз. Өзүбүздүн элибиздин ушул маданиятынын, тарыхынын негизинде гана балдарга татыктуу ушул башка элдин дүйнөлүк тилдердин маданиятын дагы үйрөтө алабыз да. Tosh asridan hozir zamon davrigacha bo'lgan asori atiqalar, qurol-yarog' va kundalik buyumlar orasida Botken hududida joylashgan g'ordan topilgan noyob topilmalar va qadimgi ajdodlar qoldiqlari bilan zimdan tanishgan bolalarda o'zgacha quvonch va katta taassurot uyg'ondi. Shavkatbek Umarov, Nadirbek O'ronbayev, Intimaq.